Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa yangi so'rilarimiz bitdi, ishlovlari berilib, laklari sepildi. Xo'p, buni ma'lumotini beradigan bo'lsak, razmerlari 210 naqasiga, eniga 270 ligidan bo'ldi. Bemalol 5 ta 6 ta odam yoyilib o'tiradi. Oyoqlari qattiq materiallardan bo'ldi, qolgan joylari sasna materialidan bo'ldi, rossiyskisidan. Xudo xolasa ishonarli holatda so'rilarimiz. 3 ta bir xil holatda, razmerlari bir xil, fasoni bir xil holatda bitdi. Rangli so'raganlar uchun rangli so'rilarimiz ham chiqdi mana. Xudo xolasa 3 ta bir xil razmerda. Kimga shunaqa sifatli so'rilar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ideal holatda ko'z taxtalardan ishlatilgan. O'ymalari ham juda chiroyli fasonda. Orqa tomon ko'rinishlari, xudo xolasa birinchi qo'lidan bo'lyapti akalar. Xudo xolasa mana qolganlari ham bityapti. Buni narxiga keladigan bo'lsak, joyida 3 million 500 ming so'm. Dastavkasi bilan kelishilgan holatda xudo xolasa chiqarib yuboramiz. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar ekranda nomerlarga. Xudo xolasa bundan ham chiroyli so'rilarimiz chiqib kelyapti. Xudo xolasa mana qoqishtirib qo'ydik. Bularni ham bitiramiz tez kunlarda. Hop, perilali so'rimiz bularimiz. Tepalarida perilalar bo'ladi. Oddiy variant so'raganlar uchun bu ham bityapti. Hop, razmeri 2,5 metrga 3 metrligidan bitadi bu ham. Xudo xolasa betsvetni so'rasalar, betsvetnisini, rangli so'rasalar, ranglisini qilib beraveramiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bitta bosib qo'yasizlar. Videomiz like kelsa, bitta like turib ketasizlar. Mehnatimizni qadrlagan holatda kuzatishda davom etasizlar. Kundan kunga chiroyli so'rilar qo'yib boraman. Xudo xolasa uyaltirmaydiganidan ishonarli taxtalarimiz bexijolat bog'lanaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.